Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kuninglar xayrli barakotli bo'lsin. Ukalarimiz ehsonni niyat qilishgan ekan. Mana Xudo xolisa bitta qo'chqor olib keldik. Juda ham sifatli, mashalloh, joyilib ketdi. Alloh dargohida qabul qilsin. Tuxum bo'lib qopti jonivor. Jonivor, qo'chqor. Ay mashalloh. Ukalar mashalloh. Bunga baho berib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Jonivor kichkina qo'chqor edi. Tiqilib qopti, mashalloh. Yoyilib ketdi qo'chqor. Alloh dargohida qabul qilsin. Ehson qilayotgan ukalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Jonivor. Shikala. Gap yo'q. Taqlidga ruxsat yo'q deydi-yu. Mashalloh. Alloh dargohida qabul qilsin. Qo'shqar. Juda ham zot. Böyle içine optaşıyorken. İnşallah içlerini aldık. Bahalı qo'chqorni. Shikala chiqdi. Nechiga aka? Erta hayit namozi-yu, Xudo xolisa. Qatga olib borish kerak. Bo'ldi, ozgina nari bersa bo'lib qolishi mumkin. Endi uyga kirib ozgina bir pela choy ichib bola chaqa bilan. Bo'ldi, Xudo xolisa bo'lmasa ishni bitiramiz, Alloh nasib qilsa. Ha, zo'r qo'chqorlar bor. Qo'chqor. Hop, 4,5 million tepasiga aylanadi. Ha. Yo'q, undan kichkina ham bo'lib ketadi. Sifatini qilib beraman deb, Xudo xolisa. Mana hozir o'shalarning sherigini bittazini so'yib olman. Ko'rima kichkina edi, jonivor yoyilib ketdi-yu, mashalloh. Katta chiqib, Alloh baraka berib olsin, hech gap emas. Bo'ldi-aka, ko'rishamiz. Anaqa bo'lsa. Siz yeganmisiz? Men uncha anaqa qilmaganman. Xom narsaga yoqmaydi menga. Shu dumbasda ozgincha bo'lgan, shu joydan anaqa qilib beraman, qo'yib tushirganim. O'rtasida ozgincha. Qo'chqor yo'q, deydi. Achcha. Ziyanni olamiz. Ertaga qanaqa bozor o'zi? Qo'y bozor. Ha. Qora boshiga uchun to'ldirib qo'ydi. Qo'chqorimizni go'shtlari, xudo xolisa.
Maşallah. Muhammed Amir, Umar. Muhammed Amir. Mana bu qanaqada turadi, mutkatsiga osib qo'yadi. 3-4 kun turadi, aka, suvi chiqib ketadi. Uzun tuziga bitta tuzlab yuborasizda, keyin osib qo'yasiz salqin joyga. Ustiga marliyoraq, hammasi dumma bilan. Mag'zi ham udar chiqdi, xudo xolisa, aka. Videolarga rozi bo'lasiz, aka? Ayyo.